Parij, 1386-yil, 29-dekabr. Diqqat, quloq soling, eshiting. Lordlar, ritsarlar, amaldorlar, qirollikning boshqa a'zolari. Lordimiz Fransiya qirolining buyruqlariga ko'ra, bu yerda kimningdir qurollanishi, qilich yoki xanjar ko'tarib yurishi, agar u olam-panoh ruxsatsiz bo'lsa, qat'iyan man etiladi va o'lim yoki mol-mulkni musodara qilish bilan jazolanadi. Har bir yigit otda va piyoda o'ziga ma'qul bo'lgan tarzda qurollangan holda har qanday hujum yoki mudofaa vositasi bilan jang qilishi kerak. Barcha nasroniylar uchun Xudo va muqaddas cherkov tomonidan taqiqlangan, ya'ni o'zgacha ko'rinishdagi yovuz va sehrli qurollar bundan mustasno. Agar jangchilardan biri jang maydoniga afsun, jodugarlik, g'irrom va boshqa yovuz yo'llar bilan yaralgan qurollarni olib kirsa, jinoyatchi Xudoning dushmani, xoin yoxud qotil sifatida jazolanadi.